Assalomu alaykum. Bugungi mavzu hamma uchun juda ham muhim, juda ham foydali bo'ladi deb umid qilaman. Sababi bu videoni yoshlar ham ko'rish kerak, ota-onalar ham ko'rish kerak, maktab o'quvchisi ham, abituriyent ham, talaba ham hamma ko'rish kerak. Sababi bugungi mavzumiz digital autizm haqida bo'ladi. Digital autizm tushunchasi hali bizga kirib kelgani yo'q, yetarlicha. Misol uchun deylik, chet elda yoki bo'lmasam inglizlarda bor bu tushuncha va bu haqda ko'pchilik qayg'uradi. Va bu video orqali, bugungi videomiz orqali aynan mana shu digital autizm nima, u qanday kelib chiqadi va uni nima qilsa bo'ladi, qanday chora ko'rsa bo'ladi, shu haqida gaplashamiz. Digital autizm bu hozir kunda eng asosiy kasalliklardan biri hisoblanadi butun dunyo bo'yicha. Avval tushuntirib berishimki, digital autizm o'zi nima? Digital autizm bu telefoningizga, planshetingizga yoki kompyuteringizga uzoq muddat qarashingiz natijasida kelib chiqadigan kasallik. Buni ko'pchilik kasallik sifatida ham ko'rmaydi. Autizm kasalligini bilishadi ko'pchilik, lekin digital autizm haqida yetarlicha ma'lumotga ega emas. Lekin men hozirgi kunda o'qituvchi sifatida kerak bo'lsa qo'rqinchli holat deb ayta olaman. Sababi juda ham ko'pchilik yoshlarda bu kasallik uje avjiga chiqyapti. Ba'zan yoshlarni ko'rib qolaman, maktab o'quvchilari bo'ladi, yoki bo'lmasa abituriyentlar bo'ladi yoki talabalar bo'ladi, aynan mana shu kasallik sezilib turadi. Lekin bu narsaga kerak bo'lsa ota-onalar ham e'tibor qaratmaydi. Farzandlar 4 yosh yoki 5 yosh yoki 6 yosh bo'lsa ham farzandiga telefon berib qo'yadi yoki telefon o'ynashiga qo'yib beradi. Va bu jihatlar o'quvchida digital autizm kasalligini kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Endi buni eng asosiy sababi, ko'pchilikda duch keladigan sababi bu tabiiyki telefon o'ynash. Telefon misol ijtimoiy tarmoqlar orqali yoki bo'lmasa PUBG o'ynaydi yoki va hokazo bir kunda 6 soat, 8 soat, 10 soatlab ishlatadiganlar bor. Buni tekshirishning yo'li ham bor. Oddiy telefoningizda screen time degan narsa bor. Screen time o'quvchilarda ko'pchiligini tekshirganimda 6 soat, 8 soat, 10 soatlab sarflagan. Tasavvur qilyapsiz, bir kunda 24 soat vaqt bor. 8 soat, 10 soat uxlashga ketsa, 6 soat, 8 soatlab screen time'ga vaqt ketgan. Ya'ni telefonda ko'rgan. Va bu narsa juda ham og'ir oqibatlarga olib keladi va buni ko'pchilik hattoki sezmaydi ham. Va aynan nima muammolar olib kelishini hozir sizga tushuntirib beraman. Birinchisi, eng ko'p uchraydigan oqibatda, ko'pchilik biladigan oqibatda deyishim mumkin, bu ko'z bilan bog'liq kasalliklar. Misol uchun deylik, ko'pchilik yoshlarda 9-sinf, 10-sinf, 11-sinf o'quvchilar kelishyapti, darsga kelishadi, offline kurslarga kelishadi. Ko'z bilan bog'liq kasalliklar bor. Ya'ni zirenasi past yoki yaxshi olmaydi yoki bo'lmasa ochki taqadi va bu narsa eng asosiy jihati bo'lishi. Yoki bo'lmasa ko'pchilik ota-onalar aytadi, ko'p telefon o'ynayverma, ko'zingga zarar deydi. Ya'ni bilishadi va bu eng oddiysi. Undan tashqari muammolar bor va bu ikkinchisi, eng asosiysi deyish mumkin. Ya'ni bu fokus, ya'ni diqqat. Ko'pchilik yoshlar hozirda misol uchun deylik, gaplashib turganingizga e'tibor qaratsangiz, fokusini qaratib tura olmaydi. Oddiy suhbat davomida, misol uchun men siz bilan gaplashyapman, tasavvur qiling, men siz bilan gaplashyapman, sizda xayolingiz boshqa narsalarga chalg'ib ketadi. Menga qarab turasiz, lekin xayolingizda mingta narsa bo'lib ketadi. Va bu chalish avvalan bo'lgan, lekin bu chalg'ishda ko'rsatkichi oshib boradi, ko'proq yuqoriroq bo'ladi, ayniqsa ko'p telefon bilan o'ynaydigan, telefon o'ynaydigan yoki bo'lmasa telefon bilan shug'ullanadigan, ijtimoiy tarmoqlarda ko'p vaqtni ketkazadiganlarda. Va aynan mana shu diqqat pastligi sababli maktabda, universitetda yoki institutda o'zlashtirish darajasiga ham ta'sir qilyapti. Misol uchun ko'pchilik abituriyentlar bor yoki maktab o'quvchilari bor, til o'rganish uchun keladi. Yoki bo'lmasa qaysidir fanlarda o'qishadi, diqqati bitta narsa turmaydi. Oddiy misol, bizda ingliz tili sohasiga keladigan bo'lsak, misol uchun ingliz tili listening eshitayotgan bo'lsa yoki bo'lmasa reading qilayotgan bo'lsa, diqqatni qaratib tura olmaydi. Yarim soat, 1 soat, 1,5 soat fokusini qaratib ishlay olmaydi, o'z ustida ishlay olmaydi. Yoki bo'lmasa kitob o'qish kerak, misol uchun 10 bet kitob o'qiy olmaydi. 3 bet kitob o'qiydi yoki 2 bet kitob o'qiydida bo'ldi, boshqa narsa chalg'ib ketib qoladi. Fokusi boshqa narsalarga yuradi. Va eng asosiy muammolardan ikkinchisi aynan mana shu. Uchinchisi esa bu xotirani susayishi, xotira pasayishi deyishimiz mumkin. Sababi juda ko'p yoshlarda kuzatilyapti. 4 yil, 5 yil avval bunchalik darajada emasdi. Lekin hozir o'qituvchi sifatida juda ham xotirdaman. Mana shu so'nggi 2-3 yil ichida juda ham pikka chiqdi deyishim mumkin. Sababi o'quvchilar yodlaydi, esdan chiqib ketadi. Juda tez esdan chiqib ketadi. Misol uchun deylik, qaysidir qoida bo'lishi mumkin, nimadir ma'lumot bo'lishi mumkin. Ko'pchilik yozadi, ustoz men lug'at yolla olmayapman
yoki bo'lmasam SAD strukturasi yoki va hokazo hokazo nimadir yo'lla olmayapman, qiynalyapman deydi. Va buning eng asosiy sabablaridan bittasi aynan mana shu digital autizmga borib taqaladi. Ya'ni tasavvur qiling, 6 soat, 8 soat davomida siz ma'lumotlarni olyapsiz. Deylik, Instagramdan olyapsiz, TikTokdan olyapsiz, Snapchatdan olyapsiz yoki Twitterdan, Facebookdan va hokazo ma'lumotlarni olyapsiz. Miyangiz musor idishga aylanyapti. Musor idishga aylanyapti, informatsiya kiraveryapti, lekin u informatsiyani keraksizi bor. Har xil misol uchun deylik, Vinerlarda ko'rishingiz mumkin yoki bo'lmasam qaysidir mashhur insonlar ko'rasiz va hokazo kommentlarda o'qiysiz. Miyangizga informatsiya to'ldi. Tabiiyki, miyangizga informatsiya to'lgandan keyin boshqa foydali informatsiya, masalan, oddiy lug'at yo'llashda siz miyangizga kirita olmaysiz. Chunki miya xuddi kompyuterga o'xshab, ma'lum bir hajmi bor deb tasavvur qilsak, miyada ma'lumot to'lgandan keyin yangi ma'lumotni joylash uchun joy kerak. U joyda esa siz musor bilan to'ldirib bo'lgansiz. Uchinchi sabab aynan mana shu xotira bilan bog'liq. To'rtinchi eng asosiy muammolardan bittasi esa bu communication skills. Ya'ni hozirgi kunda yoshlarni kuzatyapman, 6-sinf, 7-sinf, 8-sinf yoshlarni kuzatyapman, kommunikatsiya qila olmayapti. 10 minut, ishonasizmi? 10 daqiqa davomida biror bir mavzuda suhbatlasha olmaydi. Suhbatlashsa ham tayinli bir, misol uchun deylik, bir go'shtli ma'lumotlar ayta olmaydi yoki yaxshi kommunikatsiya qila olmaydi. Ya'ni communication deganda faqat, misol uchun deylik, gapirish degan ma'noda emas. Misol uchun eye contact degan narsa bor. Oddiy misol, ba'zan e'tibor bering, eye contact bu ko'zga qarab gapirish. Odamni ko'zga qarab gapira olmaydi. Ya'ni misol uchun deylik, men sizga gaplashyapman, xayoli boshqa narsada ekanligi sababli ham boshqa narsaga uje qarab turadi. Patologga qaraydi, devorga qaraydi, osmonga qaraydi, ya'ni sizga qarab gapira olmaydi. Birinchi narsa. Ikkinchi narsa bu body language hisoblanadi. Misol uchun qo'l harakatlari yoki bo'lmasam facial expression hisoblanadi, ya'ni yuz ifodalari. Ya'ni biror narsadan shokka tushganda wow degan qanday boshqacha face expression bo'ladi, ya'ni yuz ifodasi bo'ladi. Xuddi o'sha narsa ham o'lib ketyapti. Tasavvur qilyapsizmi? Ya'ni yuz ifodasi yo'q. Ya'ni bu facial expressionlar juda muhim hisoblanadi bu kommunikatsiyada. Misol uchun deylik, qon solish yoki bo'lmasam kulish, tirjayish, ya'ni har xil vaziyatlar, har xil biz emotsiyalarimizni ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Lekin digital autizmdan qiynalayotgan, bu kasallikka chalingan yoshlarda, bu juda ko'p yoshlarda aytishim mumkin. Katta ehtimol bilmayman, aniq fakt ayta olmayman, lekin 60-70% yoshlarimiz aynan mana shu digital autizm kasalligiga chalingan va buni o'zlari ham bilmaydi, ota-onalar ham bilmaydi. Va bu kommunikatsiyaga to'g'ridan to'g'ri ta'sir qilayotganini ham bilmaydi. Ba'zi yoshlarni ko'rib qolaman, juda ham odamovi, gaplashmaydi. Va bunaqa yoshlarda biror bir sohada kuchli kadr bo'lishi foizi juda ham past. Sababi, misol uchun biror bir ishga joylashish yoki bo'lmasam kompaniya ochish yoki liderlik xususiyatlarini shakllantirish uchun o'sha kadrga nima kerak? Kommunikatsiya kerak. Gaplasha olish kerak. Menejeri bilan, boshlig'i bilan, kollektivi bilan yoki qo'l ostida ishlaydiganlar bilan kommunikatsiya qila olish kerak. Lekin bu skill, bu mahorat, bu qobiliyat bu digital autizmga chalingan yoshlarda yetishmaydi. 5-inchisi, eng asosiysi esa bu ilm olish zerikarli tuyulib qoladi. Ya'ni kitob o'qigisi kelmaydi. Yoki bo'lmasa misol uchun 1 soat, 1,5 soatlik deylik foydali bo'lgan videolar ko'rish kerak bo'lsa, uni ko'ra olmaydi. Oddiy misol, mana shu videomiz deylik 15 daqiqa, 20 daqiqa bo'ladigan bo'lsa, mana shu videoni ham oxirigacha ko'ra olmaydi. Va bu narsa bu ilm olishda zerikarli tuyulib qolishi, ya'ni 5-chi oxirgi lekin eng asosiy oqibati deyish mumkin. Ya'ni kitob o'qiy desa, xayol boshqa narsa chalib ketib qoladi. Zerikarli deb tuyuladi. Ilmga muhabbat qo'ya olmaydi. Yoki bo'lmasam 1 soat, 1,5 soatlik deylik video darslar yoki bo'lmasam onlayn darslar bo'layotgan bo'lsa, unga e'tibor qarata olmaydi. Yoki bo'lmasam qanaqadir offlayn kurslarga boradi yoki darslarga boradi, unda o'zlashtirish ko'rsatkichi birinchidan past bo'ladi, ikkinchidan diqqatini misol uchun deylik o'qituvchisi yoki ustozi nimadir mavzu gapirayotgan bo'lsa, fokusini qaratib tura olmaydi. Boshqa narsa chalib ketib qoladi. Va mana shu 5-inchisi eng asosiy oqibatlari mana shu digital autizm kasalligini oqibatlaridan biri deyishim mumkin. Xo'p, endi bu digital autizm kasalligida xalos bo'lish uchun nimalar qilish kerak? Birinchisi, avvalo
Men sizga number 1 maslahatim, do'stlaringiz bor, ota-onalar bor yoki bo'lmasam yaqinlaringiz bor, maksimum shu videoni yuborib qo'ying. Ya'ni bu kasallik haqida hali deyarli hech kim bilmaydi. Deyarli ko'pchilik gapirmayapti, lekin men xohlayman har bir yosh eshitish kerak. 8-sinf bo'ladi, 9-sinf bo'ladi, 10-sinf bo'ladi, u ko'rish kerak. Ota-onalar farzandiga, misol uchun kichkina farzand, 4-sinf, 5-sinf farzandiga telefon berib qo'yayotgan har bir ota-ona ko'rish kerak. Oddiy, men sizga bitta misol aytaman. Bir kun men mashinamda yo'lda ketyapman. Bitta bola, katta ehtimol 4-sinf yoki 5-sinf, devor turibdi, devorga telefonini olib, oddiy telefonini tasavvur qiling, mana bu telefonni olib, telefon peshanasiga qo'yib olib turib, devorga tiralib, telefon o'ynayapti. 4-sinf, xuddi bu как zombiga o'xshaydi. Shuning uchun videoni boshida aytdim. Bu videoni har bir yosh, har bir ota-ona shu millatimizda ilm olishda, rivojlanishda xohlaydigan har bir yosh ko'rish kerak va shunga qarab chora ko'rish kerak. Birinchisi, yuborib qo'ying do'stlaringizga, yaqinlaringizga. Ikkinchi masala, agar siz mana shu digital autizm menda ham bor degan bo'lsangiz, o'zingizga screen time o'rnating. Screen time, misol uchun bir kunda 2 soat, yoki 1 soat, yoki 1,5 soat. Buni har xil qilish mumkin. Misol uchun 2 soat vaqt ajratmoqchimisiz? Eng muhim masalalarga ajrating. Eng muhim narsalarga ajrating. 1 soat misol uchun 2 soat bo'layotgan bo'lsa, 1 soat ertalab vaqt ajratishingiz, 1 soat kechqurun ajratishingiz mumkin. Bu birinchisi. Ikkinchisi esa menda juda ham ajoyib qoida bor. Samaradorlik xohlasang, telefoningni uxlaydigan xonangga olib kirma degan. Ya'ni men bu narsani ko'p shogirdlarimga aytaman. Samaradorlik xohlasang, uxlaydigan xonangga telefoningni olib kirma deganda men nima nazarda tutaman? Ko'pincha biz nima qilamiz? Telefonimizni uxlaydigan xonamizga olib kiramiz. Kechqurun misol uchun 11 bo'ladi, 12 bo'ladi, 1 gacha telefon o'ynab yotamiz. Tabiiyki bu uxlashimizga ham ta'sir qiladi. Uyquga ta'siri haqida bu alohida video qilishga harakat qilaman va e'tibor bering. Olib kirib ketadi, misol uchun uxlash xonasiga olib kirib ketasiz. Telefoningizni o'ynaysiz, misol uchun 12 gacha, 1 gacha foydalanasiz, ishlatasiz va ertalab tabiiyki bo'ldi, charchagan bo'lasiz. Undan tashqari ertalab vohli turganingizda birinchi qiladigan ish nima bo'ladi? Sirazi kirasiz, misol uchun deylik, Telegramingizga qaraysiz yoki YouTube'ingizga qaraysiz yoki email keldimi yoki bo'lmasa Instagramingizga kirasiz. Va boshida ertalabda o'zida yarim soat, 1 soat, 1,5 soat vaqtingiz ketib qoladi. Va bu ham eng asosiy jihatlardan biri. Aynan shu sababli men telefon olib kirishni ham, ya'ni uxlaydigan xonangizga telefon olib kirishni ham tavsiya qilmayman. Agar siz ishchi bo'lsangiz, yoshingiz kattaroq bo'ladigan bo'lsa, misol uchun sizga telefon qilib qolinadigan bo'lsa, misol uchun men bitta metoddan foydalanaman. Mana bunga o'xshash oddiy telefon ishlataman. Ikkita telefon ishlataman. Bittasi o'sha o'zimiz bilgan smartfon. Bu misol uchun boshqa ish bo'yicha ishlatsa, yana bitta telefon ishlataman. Xuddi mana shunga o'xshash oddiy telefon va buni men misol uchun uxlaydigan xonamga olib kirib ketishim mumkin. Misol uchun juda ham kimdir zarur bo'ladigan bo'lsa, kollektivlarim, do'stlarim yoki yaqinlarim yoki oila a'zolarim misol uchun telefon qilmoqchi bo'lsa, aynan mana shunga telefon qilishi yoki qo'ng'iroq qilishi mumkin bo'ladi va boshqa narsani nima qilmayman, men o'ylamayman. Ikkinchi narsa bu bo'ladigan bo'lsa, uchinchi narsa, iloji boricha telefon bilan bog'liq bo'lmagan aktivitelar yoki mashg'ulotlar bilan chalishga harakat qiling. Misol uchun u oddiy piyoda yurish bo'lishi mumkin. Sayrga chiqish bo'lishi mumkin. U paytda aniq siz harakat qiling shu telefoningizni uyda qoldirishga. Ko'pchilik misol uchun deylik sayr qilishga chiqadi, aylanishga chiqadi, oilaviy qayergadir borishadi, telefon olishadi. Misol uchun selfie olishim kerak, rasmga olishim kerak yoki videoga olishim kerak va hokazo. Yo'q. Telefoningizni qoldiring. Shunchaki shu telefoningiz bilan bog'liq bo'lmagan mashg'ulotlar bajaring. Bu narsa misol uchun oddiy piyoda yurish bo'lishi mumkin, sayr qilish bo'lishi mumkin, velosipedda yurish bo'lishi mumkin, tashqarida aylanish bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa pishirish bilan shu band bo'lishingiz mumkin. Ko'proq telefoningizsiz yashashga harakat qiling va aniq ishonaman, xuddi avval yoki hozirda ham bor, kimlar misol uchun ichkilikka yoki bo'lmasa chekishga mukkasidan ketgan bo'lsa, ular o'ylaydi, yo'q, men bundan qutula olmayman deyish mumkin. Siz ham xuddi shunaqa, yo'q, men telefonimga ketib qolaveraman, mukkasidan ketganman deyishingiz mumkin, lekin bosqichma-bosqich, ozgina harakat qilish orqali siz telefoningizdan bemalol uzoqlashishingiz mumkin. Sabab xuddi shunday holat menda ham bor bo'lgan.
digital autizm kasalligi haqida ma'lumot olgunimgacha telefonga 6 soat, 8 soat, 10 soatlab ajratardim, keraksiz videolar, reelslar ko'rardim, lekin so'nggi 3 oy, 4 oy davomida aynan mana shu, misol uchun hozir sizga aytgan metodlarda foydalanish orqali, mana bu telefondan foydalanish orqali telefonimdan maksimum uzoqlashganman. Faqat ish bo'yicha yoki muhim masalalar bo'yicha yoki muhim narsalar bo'yicha telefonimda foydalanishga harakat qilaman. Ishonamanki, bu kontent ko'pchilik uchun juda ham foydali bo'ldi. Agar siz bu videoni foydali deb topsangiz, do'stlaringizga, yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Likelar, ulashishlar va undan tashqari izohlarda fikrlaringizni qoldirish orqali bizni qo'llab-quvvatlang va bu narsa menga motivatsiya beradi va bu orqali yanada ko'proq, foydaliroq kontentlar chiqarishga harakat qilaman. Bu kabi kontentlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun esa sahifamga obuna bo'lib qo'ying. Keyingi sonlarda ko'rishguncha.